Sizlarga bitta zo'r yangiligim bor. Yit Pro mashinasiga 86 million so'm boshlang'ich to'lov qilsangiz, boshlang'ich to'lov ichida nimalar qilib beramiz, Tohirjon? Boshlang'ich to'lov ichida Tigo 7 Premium'imizga parok, duga, zeshta karta, radiator setka, undan tashqari tonirovka ponilargacha qilib beramiz. Layklarni bosib tashlashgan bo'lsa, oldi broni plonka ham ketadi. Layklar bosilgan bo'lsa, oldi broni plonka ketadi. Yana bitta narsani eslatib o'taman, Tillo aka. Izohlarda, kommentariyada Toha so'zini yozib qoldirishsa, o'zim lichkalarga ratchetdan tashlab beraman. Okalar 86 million so'mlik grafik qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyada Toha deb keting, o'zi hamma ma'lumotlarni lichkaniga tashlab beradi. Propanni ham aytib o'tding, ha? Bular propanlari bilan hamma full namorat olib ketasizlar mashinamizni. Bu taklifni sizlarga hech qaysi avtosalon qilib bera olmaydi. Videoga like bosib, bu videoni yetib bora olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Xudo xolasa zo'r variantlarda chiqaramiz. Pastda mana shu bolaning uzun nomerini qoldiraman. Telefon qilib to'liq ma'lumotlarni ham olsangiz bo'ladi. Hammani avtosalonimizda kutamiz. Manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzona yo'lida joylashganmiz.